Inti Akademiyaga xush kelibsiz. Siz Inti Akademiyada sun'iy intellekt bo'yicha kerakli bilimlarni o'zlashtirishingiz mumkin. Bizning kurslarimizda siz sun'iy intellekt servislaridan foydalanishni va noldan boshlab daromad qilish darajasigacha chiqasiz. Darslar to'liq amaliyotga asoslangan, nazariya kam, hammasi oddiy va tushunarli qilib tushuntirilgan. Bu videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun maxsus sovg'amiz bor. Sun'iy intellekt bu shunchaki internet emas, bu yangi daromad yo'li. Bizning o'quvchilar sun'iy intellekt yordamida ishini osonlashtirib, samaradorligini oshirish va ko'proq daromad qilishga erishmoqda. Masalan, o'quvchimiz Bekzod marketing uchun moslashtirilgan sun'iy intellekt kursimizni tugatgandan keyin ishlarda sun'iy intellektdan foydalanishni boshladi. Oldin u kichkina ishlarga ko'p vaqt sarflardi. Shuning uchun daromadini oshira olmasdi. Endi esa ishini samaradorligi oshdi, ko'p vaqti tejaldi va ko'proq loyihalar olib, daromadini sezilarli oshirmoqda. Endi sizda ham xuddi shunaqa imkoniyat bor. Bu sun'iy intellekt bilan ishlashni bepul sinab ko'rish imkoniyati. Hozir sizga studiyasiz, kamerasiz, hech qayerga bormasdan faqat sun'iy intellekt yordamida ajoyib suratlar yaratishni o'rgatamiz. Bu dars Inti Akademiyaning katta kurslaridan bir qismi. Lekin faqat shu darsni tugatganingizdan keyin ham siz portfolio yaratishingiz yoki daromad topish uchun kerakli birinchi ko'nikmalarga ega bo'lishingiz mumkin. Hammaga salom. Bugungi neyrofotosessiya mavzusiga bepul darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizga neyrofotosessiya nima ekanligi, nima uchun kerakligi va eng muhimi buni qanaqa qilish mumkinligini ko'rsataman. Neyrofotosessiya bu kamera yordamida emas, neyro tarmoqlar yordamida yaratiladigan suratlar. Ya'ni siz o'zingiz yoki istalgan odamni istalgan joyda, istalgan kiyimda va xohlagan uslubda tasvirlay olasiz. Go'yo sizda 24/7 ishlaydigan cheksiz studiya bordek. Lekin siz studiyaga borishingiz, kimlardan yordam so'rashingiz yoki pul to'lashingiz shart emas. Hammasini kompyuteringizdan o'zingiz qilishingiz mumkin. Masalan, menda Face'imizning 19 ta oddiy rasmlari bor edi. Ulardan mana bunaqa ajoyib kadrlar yaratdim. Bu Parijda, Rimda, hattoki Arktikada. Fantaziyaga berilsa, hatto oyda ham tushgan rasmni yaratdik. Mana masalan, o'rmonlarda, sharshara fonida yoki Islandiyada. Hatto Parijda selfisi ham bor. Ba'zi suratlar esa haqiqiy studiyada olingandek ko'rinadi. Endi tasavvur qiling, sizga fotograf, vizajist yoki stilist kerak emas. Rasmga tushish uchun sayohatga chiqishingiz ham shart emas. Atigi bir soat ichida yoki undan ham tezroq hayotingizda borib ko'rmagan joylaringizda turgan rasmingizni yasashingiz mumkin. Bu tezroq, arzonroq va eng muhimi natijasi nihoyatda realistik bo'ladi. Blogerlar uchun bu tugamaydigan kontent manbai, bizneslar uchun model bilan sifatli vizuallar, shaxsiy maqsadlar uchun mana pingvinlar bilan plajdaman deb yaqinlaringizni hayratda qoldirishingiz mumkin. Keyin endi bu rasmlarni qanaqa yaratish mumkinligini o'rganamiz. Birinchi bo'lib ushbu saytga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bundan keyin akkauntingizga kirishingiz yoki akkauntingiz bo'lmasa, yangi ochishingiz kerak bo'ladi. Rasmlarni tayyorlash uchun siz podpiska olishingiz kerak. Eng qulay Pro tarifini olish, chunki u eng optimal variant. Bu sayt pulli, lekin shuncha bilan ayta olamanki, buni natijasi puliga arziydi. Podpiska olganimizdan keyin asosiy oynega qaytamiz. Yuqorida image, video, edit bo'limlari turadi. Video, yangi videolar yaratish uchun. Bu yerda hatto Google V3, Kling Q5 va tez orada ChatGPT so'ri ham paydo bo'ladi. Biz esa image bo'limiga kiramiz. Bu yerda siz tayyor obrazlarni ko'rishingiz mumkin. Men sizga ko'rsatgan Face'imiz ham shu yerda edi. Yangi obraz yaratish uchun Create Corrector tugmasini bosamiz. Bu yerda sizga qanday suratlar kerakligi haqida yo'l yo'riq beriladi. Eng yaxshisi 20 ta yoki undan ham ko'proq rasm yuklash kerak. Yaxshi natijaga ega bo'lishingiz uchun yuz aniq ko'rinadigan, maskasiz, ko'zoynaksiz, yuz yaxshi ko'rinadigan rasm bo'lishi kerak. Endi biz misol uchun o'g'il bola modelimiz bilan ishlaymiz. Suratlarni yuklaymiz. Ular hozir tizimga joylanmoqda. Bu yerda sizga rasmlar soni ko'rsatiladi. Maksimal 70 tagacha bo'lishi mumkin. Masalan, hozir bizda 23 ta rasm bor va bu yetarli. Bu yuklangan rasmlar sifati zo'r. Shu yerda siz istalgancha nom berishingiz mumkin. Keyin Generate tugmasini bosasiz. Shunday qilib bizning personajimiz yaratildi. Hozir shu navbatda turibdi. Taxminan 5 daqiqa ichida tayyor bo'ladi. Shu vaqt ichida neyro tarmoq siz yuklagan suratlar asosida yuz tuzilmasini o'rganadi, xotirada saqlaydi va shundan so'ng biz suratlarni yaratishni boshlaymiz. Personaj tayyor bo'ldi. Ustiga mishkani olib borsangiz, Generate tugmasi paydo bo'ladi. Uni bosamiz va biz ish joyiga o'tamiz. Bu yerda siz oldin yaratgan barcha suratlaringiz saqlanadi. Pastda esa prompt oynasi mavjud. Bu joyga neyro tarmoqqa beradigan ko'rsatma yoki tavsif yozish kerak. Masalan, sizga internetda biror rasm yoqib qoldi va sizda ham shunga o'xshash o'zingiz bilan bo'lgan rasm bo'lishini xohlaysiz. Aynan shu rasmni bu yerga referens sifatida yuklaysiz. Va neyro tarmoq uni ko'rib chiqib, yangi rasm yaratadi. Pastroqda esa turli neyro modellarni tanlashingiz mumkin. Masalan, Google Nano Banana va boshqalar. Ammo esda tuting, agar siz boshqa modelni tanlasangiz, yaratgan personajingiz yo'qoladi. Chunki u faqat yaratilgan modelda ishlaydi. Shu sababli neyrofotosessiya uchun Hexful Soul modelini tanlaymiz. Keyingi qadam format tanlash qadami. Masalan, siz gorizontal yoki vertikal rasm xohlaysizmi?
o'zingiz uni belgilashingiz mumkin. Biz esa hozir 3x4 formatni tanlaymiz. Keyin sifat tanlanadi. Basic arzonroq va tezroq, lekin sifati biroz past. High yuqori sifat, lekin ko'proq vaqt oladi. Shundan keyin siz bir martada nechta surat yaratilishini tanlaysiz. Masalan, biz 2 dona qilib belgilaymiz. Keyin pastda sizning personajlaringizni ro'yxati chiqadi. Agarda bir nechta obraz yaratsangiz, qaysi birini ishlatishni bu yerda tanlaysiz. Hozir biz erkak obrazini tanlaymiz. Keyingi bosqich Visual stil. Bu yerda tayyor rasm nastroykalari bor. Masalan, sumka bilan chiqish, selfie formatida olish yoki osvetleniani o'zgartirish. Biz hozircha general standart uslubini tanlaymiz. Men oldindan ChatGPT orqali bir nechta promptlar tayyorlab qo'ygandim. Agarda siz ChatGPT nima ekanligini bilmasangiz, albatta bizning Neurobazis kursimizni xarid qiling. Unda siz barcha asosiy neyrotarmoqlar, jumladan ChatGPT haqida bilib olasiz. ChatGPT nima ekanligi, qanaqa ishlashi va hayotingizni qanaqa qilib 10 baravargacha yengillashtirish mumkinligini bilib olishingiz mumkin. Keling birgalikda studiyadagi portret fotosessiyasini yaratamiz. Promptni shu joyga kiritamiz va generate tugmasini bosamiz. Agar sizda obuna bo'lsa, tizimda taxminan 30 ta bepul kredit bo'ladi va bu kreditlar tajriba qilish uchun yetarli. Keyin kutamiz, animatsiya paydo bo'ladi. Rasm yaratilmoqda. Oradan atigi 1-1,5 daqiqa o'tib, tayyor natijani olishingiz mumkin. Rasmimiz mana tayyor bo'ldi. Qarang, sifati juda ham ajoyib. Bu sun'iy intellekt bo'lgani uchun ba'zida kichik xatolar bo'lishi mumkin, lekin unchalik katta xato emas. Asosiysi, bu siz yuklagan inson suratlaridan yaratilgan professional studiya rasmi. Tasavvur qiling, siz hech qayerga bormasdan, hech kimsiz kompyuter oldida o'tirib, mana shunday sifatli rasmda yaratishingiz mumkin. Endi keling boshqa variantni sinab ko'ramiz. Masalan, yigit o'rmon orasida qoyada turibdi degan promptni yozamiz va yangi surat yaratishini kutamiz. Mana bizning rasmimiz ham tayyor bo'ldi. Yaratilgan manzaraga shunchaki gap yo'q. Eng muhimi siz buni 1 daqiqada uydan chiqmasdan yasashingiz mumkin. Endi keling, biroz boshqacharoq variant sinab ko'ramiz. Presetsni o'zgartirib ko'ramiz. Bularning ichida menga yoqadigani Dolby Selfie. Aynan shuning uchun men oldindan tayyor promptim bor. Endi promptni kopirovat qilib, bu yerga joylaymiz va generate tugmasini bosamiz. Bir yarim daqiqa kutamiz va yangi surat tayyor bo'ldi. Yana bir eslatma, agarda siz shunchaki plyajda selfie tushayotgan bola deb yozsangiz, natija zo'r chiqmasligi mumkin. Shuning uchun ChatGPT yoki shu kabi neyrotarmoqlardan foydalanib, to'g'ri prompt tuzishingiz kerak. ChatGPTdan foydalanganingiz yaxshi, chunki ChatGPT neyrotarmoqlarning prinsiplarini yaxshi biladi va unga kerakli bo'lgan promptlarni tayyorlab berishi mumkin. Endi qarang, natija shunchaki wow chiqdi. Rasmda ko'rishingiz mumkin, neyrotarmoq modelning yuziga emotsiya ham qo'shgan. Ba'zi joylarda, masalan, oyoq turishlarida kichik noaniqlik bo'lishi mumkin. Neyrotarmoq har safar mukammal ishlamaydi. Lekin siz promptni to'g'rilasangiz, masalan, Kale Fails deb yozsangiz, keyingi suratlar ancha yaxshilanadi. Yana ikkita rasm yaratamiz va mana natijasi. Qarang, sifati juda yuqori. Model yuzining o'xshashligini qarang. Bularning barchasi uyda kompyuter yordamida yaratilgan rasmlar. Buni qanaqa ishlatishni o'rganib oldingiz. Endi sizga dengizga borish, studiyaga chiqish, professional fotograf bilan ishlash shart emas. Barchasini bir necha daqiqada qilish mumkin. Rasmlar chiroyli, tabiiy va realizmga juda yaqin bo'ladi. Agarda sizda bu orqali qanaqa qilib pul ishlashim mumkin degan savol tug'ilgan bo'lsa, sun'iy intellekt hozir ommalashib boryapti. Lekin sun'iy intellekt bo'yicha xizmat ko'rsatganlar hali yetarli emas. Bu degani bozor hali ham bo'sh. Agarda siz sun'iy intellekt bilan to'liq ishlashni o'rganib olsangiz, albatta bunga qiziqadiganlar, lekin qanaqa qilishni bilmaydiganlar va bunga pul to'lashga tayyor bo'lganlar bor. Bugun siz neyrofotosessiya nima ekanligini bilib oldingiz. Misollarni ko'rdingiz, bu qanaqa yaratishni o'rgandingiz va hammasi juda ham osonligini o'zingiz ko'rdingiz. Bu NT Academy orqali o'rganishingiz mumkin bo'lgan imkoniyatlardan kichik bir qismi faqat. Bizning kurslar sizga faqat bilim emas, daromad keltiradigan amaliy ko'nikmalarni ham beradi. Eng yoqimlisi, siz bu ko'nikmalarni o'qish jarayonidan boshlab ishlatib, pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Boshlash uchun Neurobazis kursini tavsiya qilamiz. Bu kursda siz ChatGPT, Midjourney, Suno va Runway kabi mashhur neyrotarmoqlardan foydalanishni o'rganasiz. Birinchi loyihangizni yaratasiz va yangi daromad imkoniyatlarini ochasiz. Imkoniyatni o'tkazib yubormang. Hozir sun'iy intellekt eng tez o'sayotgan va yaqin yillarda eng kerakli sohalardan biri bo'ladi. Neuro promokodi bilan siz kurslarimizni 10% chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin.